Xotining bilan kursdosh bo'lsang nimalar bo'ladi? Ha, sani darslaringni ham xotining qiladi yoki erkalanib makr ishlatsa, uni ham darslarini san qilasan. Agar o'qituvchining gapi tugab qolsa yoki kursdoshlaringning suhbati tugab qolsa, sani tema qilishni boshlashadi. Sizlar er xotinmisizlar? Uyda gaplashsanglar bo'lmaydimi? Bugun kursdoshlar bilan yig'ilmoqchi edik. Borsam maylimi? Yo'q, bormaysan. O'zi qayerga ketyapsiz? Bugun kursdoshlar bilan yig'ilishimiz bor edi. Billa bormaymiz. Yo'q. Billa. Nega yozuvinglar bir xil? Endi birlashagandan keyin o'xshab ketaverar ekanda, xarakter, yozuv, bashara. Qarang, qanaqa qop-qora bo'ladi, hozir oppoq bo'lib qoldi. Dars payti ham doim uning yonida o'tirishing kerak. Mabodo qaysidir qissanga ruchka berib qolsa. Yo'q, sizga ruchka kerak bo'lmagan, sizga boshqa narsa kerak bo'lgan o qizda. Yo'q, to'g'ri tushungan. Yaxshi tomoni sessiya payti hamma pulga atrobotga qildirsa, san tekinga uxlab qildirasan. O'qishda hamma sani anu er-xotin kursdoshlar deb taniydi va beradigan savollari ham bir xil. Universitetda tanishganmisizlar? yoki er-xotin bo'lib keyin institutga kirganmisizlar? Ahli ilm bugun shu savolga yechim topamiz. Xullas, men bu bratishka bilan bizlar turmush qurib, keyin UBS universitetiga topshirganmiz. Chunki bu yerda family dasturi bor. Agar opa-ukalar, er-xotinlar, ota-bola, umuman qarindoshlar birga topshirsa, 10% chegirma mavjud. Balki shu 10% yutish uchun menga uylangandirsiz. Ey, do'ndiqcha kontraktingni ham men to'layman-ku. Ha, xotining bilan o'qishi plusi, minus taraflari bor. Ayniqsa seni doim kuzatib turishi. Yo'qga yangi qiz kelsa hamma qarolaydi. Faqat sen devorga qarab turishing kerak. Mayli, 4 yil bir pasda o'tib ketadi. Keyin ishga kiraman-ku. U yoqda ham birga ishlaymiz-ku. Demak, men butun umr qizlarga qara olmayman. Butun umr mana shu qamoqda yashashga mahkumman.